Assalomu alaykum. Ahli dunyo va Baytullohdan chiqishda bugun 18-aprel kuni juma namozi bilan tugadi. Mana Baytullohdan chiqish. Bu odamni qaranglar. Bir ko'rib mazza qilinglar, bu odamni yig'ilganini qaranglar jumaga. Chalay! Chalay! ना उसने तो यूँ बोला कि कभी उधर भी रख देते ना कभी उधर भी रख देते Maşallah. Gidip namoz tugaganiga bir yarim soatdan oshiq bo'lgan. Biz hali ham sal bo'shab chiqaylik degan joyimiz. Shu darajada odam vahima bosadi, bu shuncha odam yig'ildi. Alloh rozi bo'lsin, gap yo'q.